Kela BYD qangda ichiga hozir quyon kirib ketdi. Katta quyon. Ataylab batareykani yechmoqchi biz hozir. Batareykani orasiga kirib ketdi deyapti. Yo'q, ani. Batareykani orasiga kirib qatta turibdi-ku. Qanchadan beri qiynayapti, o'zi qachon kirib ketdi aka? Yo'q, bolalar ko'payib ketdi. Yo'q. Ishqilib o'li xonaga. Toshkentga olib ketdi. Quyon bilan Toshkentga olib ketdi. Iloji yo'q, iloji batareykani yechyapti aka. 5 tasini oldik. 5 ta oldilar. 5 ta oldik. Yo'q, serios aka. Bu bolalarmi mashina ichida? Ha, hozir bittasi qolib ketdi, endi yo'q keldi tomoni. 5 tasi bilan Toshkentga olib keldingiz. Voylagan. Quyon bilan akam Toshkentga yurdilar. Yo'lda ham tushmagan. Yo'lda tushmadimi? Hozir pishirib yuboraman deyaptilar. Yana narsa jazirada turibdi. Chetasi ham. Yo'q, ha? Yo'q. Ha, bo'ldi, men halolim. Qaroring chiqaring. Ko'ramiz. Telefonim joyi to'lib qolmasa. Bo'l. Asli batareykani tepasida. Batareykani tepasida deyaptilar. Obanglarga u nari tomonga kirib ketishgan. Qaysi tarafga kirib ketishdi? Oldi tomonga. Old tarafga kirib ketishdi. Ko'rinyapti quyon? Buni turibdi yana yuribdi uni. Oppoq quyon ekanmi? Oppoq. Sotaling ko'rindi akalar, quyon ko'rindi. Ana. O'ta, nechta bor ekan yana?